Hurmatli obunachilar, biz mana Buxoro davlat universitetiga keldik. Bu yerda fransuz tili bo'limi bor ekan. Hozir biz domlalar bilan eksklyuziv suhbatimizni Buxoro davlat universitetining xorijiy tillar fakulteti fransuz tili kafedrasida olib boramiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana biz Buxoro davlat universitetida ijodiy faoliyatimizni davom etamiz. Buxoro davlat universitetida fransuz tili bo'limi kafedrasi mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori professor Bobokalonov Odilshoh Ostonovich bilan eksklyuziv suhbatimiz bo'ladi. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Fransuz tilida aytganda bonjour. Bonjour monsieur. Hormat olmay ishlab yuribsizmi domla? Charchamayapsizmi? Hurmatli obunachilar, domlamiz 16 yildan buyon shu fransuz tili doirasida javlon urib xizmat qilmoqdalar. Asosiysi domlamiz mana fransuz tili kafedrasida mudiri ekanlar. Bu kishini fransuz tilida qilayotgan ishlari juda ham aynan Buxoro hududida, nafaqat Buxoro, balki O'zbekiston hududida bu kishini fransuz tilini ommalashtirishga, bu tilni rivojlantirishga hissalari juda ham katta domla. Domla, shu qisqacha o'zingizni ish faoliyatingiz, qayerlarda o'qigansiz, ijodiy faoliyatlaringiz haqida bafurja gapirib bersangiz. Avvalambor Hasan aka, sizga kattakon rahmat. Shunday bir chiroyli tashabbuslar bilan faoliyat olib boryapsiz. Umuman fransuz tilini o'rganish masalasida butun respublikamizda e'tibor nihoyatda yaxshi deb aytsak ham bo'ladi, chunki avvalambor xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha prezidentimizning o'sha qarorlari chiqqan farmonlar asosida ko'plab e'tibor berilyapti, rivojlantirilyapti maktablarda va juda kichik yoshdagi bolalar ham fransuz tilini o'rganyapti. Shu qatori Buxoro davlat universitetida ham bizda turli yo'nalishlarda fransuz tili o'qitiladi. Xususan bakalavr bosqichida 3 ta yo'nalishda filologiya va tillarni o'qitish fransuz tili, tarjima nazariyasi va amaliyoti fransuz tili va uchinchisi gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati degan yo'nalishlarda bakalavr bosqichida biz mutaxassislar yetishtiramiz. Bizda fransuz filologiyasi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha hozirda 21 nafar o'qituvchi birgalikda faoliyat olib boryapmiz. Mana shu 21 nafar o'qituvchimizdan ilmiy darajaga ega bo'lgan o'qituvchilar soni ayni kunda 12 nafarni tashkil qilyapti va ilmiy salohiyat o'z-o'zidan 60% dan oshadi. Buxoro davlat universiteti hudud bo'yicha mana eng asosiy oliy ta'lim muassasasi sanaladi. Fransuz tilini mutaxassislik fani sifatida o'tish bo'yicha yagona biza oliygohimiz. Bu yerda hozir bakalavr bosqichini o'zidayoq 200 dan ziyod talabalar mutaxassislik fani sifatida o'rganayotgan bo'lsa, 1000 dan ziyod talabalar fransuz tilini ikkinchi chet tili sifatida ham o'rganishyapti. Yana mutaxassisliklar turli bo'lgan yo'nalishlarda ham fransuz tilini xorijiy til sifatida o'rganuvchilar ham ancha sonni tashkil qiladi. Hududda tilni o'rganish demak nafaqat turizm, nafaqat pedagogik jarayon, bundan tashqari ham xorijiy mamlakatlar bilan, xususan fransuzabon mamlakatlar Fransiya, Shvetsariya, Belgiya, Yevropa miqyosida, Kanada, demak undan tashqari mana dunyoda rivojlanib borayotgan fransuzabon mamlakatlar bilan aloqalar o'rnatilgan hisobidan demak bizda bu tilni o'rganish, bu tilga bo'lgan e'tibor yanada kuchayib bormoqda. Fransuz tili endi mana hozir sanab o'tganlarimiz butun universitetimiz haqidagi tushunchalar edi. Men shaxsiy mehnatlarim, harakatlarimni sanab o'tadigan bo'lsak, mana siz hozir ta'kidlab o'tdingiz, haqiqatan ham
C2 darajaga erishish uchun kam mehnat bo'lgani yo'q. Lekin Buxoro miqyosida bu yagona C2 ham emas. Bizda universitetimiz qoshida, demak, bizda 3 nafar demak 3 nafar o'qituvchimiz C2 daraja sazovor bo'lganlar bor. Shular orasida birinchilardan bo'lib C2 daraja olganimdan men o'zim xursandman. Albatta buni ustozlarning mehnatlari, o'zimiz chet elda o'qib kelganliklarimiz, umuman shu tilga bo'lgan e'tibor va yoshligimizdan shu harakatimiz, havasimiz mana shular natijasi deb o'ylayman. Bu yerda sanab o'tgan mana to'liq jamoadan 10 nafardan ziyodi C1 DALF C1 darajaga ega. Qolgan jamoa ham endi hozir imtihonlarga ishtirok etyapti. Sog'lom raqobat muhiti asosida ular ham DALF C1 harakatida. Hayot pog'onalari zinalarida chiqayotganda xorijiy tillarni o'rganish bizga rivojlanishimiz uchun, shaxsiy rivojlanishimiz uchun ancha yo'l hisoblanadi. Ikkinchi navbatda demak bu o'zimizning kasbiy yuksalishimiz. Fransuz tilini bilgan demak yoshlarimiz umuman kelajakda qanchalik imkoniyatlar ochilganini davriy tarzda o'rganib ko'rib boradi. Bunga hech qachon to'xtamaslik kerak. Umuman qaysi soha bo'lsa ham yuqori pog'onasiga olib chiqsangiz, sizda siz kutmagan yo'llar ochiladi. Demak, kasb o'zi sizni topib kelishi ham mumkin. Siz orzu qilgan bir kasblar bo'ladi, lekin hayotda shundayki, shu fransuz tilini o'rganish orqali sizga imkoniyatlar ko'proq paydo bo'lishini siz tasavvur qilib bilmaysiz. Yana bu bilan nima demoqchiman? Bizda hozir xorijiy tilni rivojlantiryaptilar, xorijiy tilni o'rganyaptilar. Ko'pchilik bir tomonlama shu ingliz tilini o'rganaylik deb hamma borayotgan bir zamonda fransuz tilini kam odam o'rganyapti. Bu iqtisodchi sifatida bir dono bir fikr yuritsangiz agar, mana mutaxassis kadr yetishmayotgan bir joyda sizni qadringiz, sizga talab nisbatan oshadi. Lekin u uchun albatta siz unga mosligingizni ko'rsatib bilishingiz kerak. Bu demak ikkinchi masala holatda edi. Demak, birinchi hayotiy tajribalarni oshirishga yordam beradi, kasbiy yuksalishimizga olib keladi. Umuman fransuz tilini ochig'ini aytsam, butun o'rganish uchun hech qanday manfaatsiz o'rganishimiz ham mumkin. Ya'ni tilni o'rganish uchun aynan bir nima kutishni o'zi bir albatta bu ko'pchilik shunga qaraydi. Hozir yoshlarimiz shunchaki ko'ngil uchun o'rganish emas, albatta bu yoqda iqtisodiy tomonini o'ylaydi. Lekin ochig'ini aytganda til o'rganish bizga dunyoni tanishimizga, u yerdagi madaniyatni o'rganishimizga, adabiyot sohasida, umuman ilmiy, ijodiy bu butun bir katta bir manbalarga imkon yaratishi uchun, o'zimizni psixologik o'sha muhitimizni yaxshilashimiz uchun, ko'ngil uchun ham o'rganishimiz mumkin chet tilini. O'zbekiston fuqarosi, o'zbekistonlik bo'lganimiz hisobidan men bir voqeani, holatni aytmoqchiman. Endi umuman olganda voqea emas, doimiy takrorlanadigan holatlardan biri 2010-yil, 2011-yillarda men Fransiyaning Tur universitetida magistraturada o'qiganman. O'shanga endi Fransiyada ilk borgan paytlarimdagi bir ikkita holatlar esimga kelib qoldi. Fransuzlarni o'zi
qanday millat, fransuzlar qanday deb endi oldin ham bular bilan suhbatlashganmiz, lekin bu yerni muhitida yashagandan keyin ba'zi bir qiziq holatlar, ya'ni qiziqligi qanday, bizni o'zbekona yurish turishimizdan, o'zbekona bir yashash tarzimizdan biroz farq qiladigan bir holatlar sifatida menga birinchi tuyulgan bir jarayon bo'ldi. Ya'ni har bitta fransuz, men bir kishida emas, ko'pchilikda ko'rdim. Shu ikkita so'zni nihoyatda ko'p ishlatadi. Ya'ni merci so'zi bilan pardon so'zi. Endi rahmat va kechirasiz nutqni eng ko'p ishlatiladigan notanish kishilar muloqotidan oldin ishlatadigan holatlar. Endi biz rahmat tushunchasini bir kishiga minnatdorchilik sifatida bilamizki, bir kishiga bir iltimos bilan murojaat qilsangiz, bir sizni yordam berib qo'ysalar, deylik, oddiygina masalan siz murojaatingizga u kishi shu ijobiy murojaatga ijobiy javob qaytarsa, siz unga rahmat deysiz. Yoki misol siz bir kishiga nojo'ya bir xalaqit beradigan darajada unga kontaktga kirishingizdan oldin unga bir yo'lini to'sib qo'yganingiz yoki biron bir haqiqatan ham uni ayni jarayoniga qarshi bir holat qilib bilmasdan qilgan bo'lsangiz, albatta uzr so'ragan bo'lasiz va pardon so'zini ishlatasiz. Fransiyada shunday holat bo'ldiki, rahmatni yana endi misol, mana voqea yodimga kelib ketdi. Mana bankka borganman. Bankda demak registratsiya ishlari qilib turibmiz. Umuman hujjatlarni rasmiylashtirish masalasi bo'lyapti. Men murojaatchi sifatida bank xodimiga demak meni faoliyatimga bog'liq bo'lgan shu jarayonni rasmiylashtirib ber deb murojaat qilyapman. Murojaat yakunida bank xodimi menga rahmat deyapti. Men xijolat bo'lib qoldim. Men endi rahmat aytishim kerak edi. Endi bu yerda insoniylik muloqotidan tashqari bu yerda men rasmiylik masalasi bor, bank jarayoni bo'lyapti. Demak, men ham o'zim ham ochig'i rahmatni unutganim uchun men xijolat bo'lib turibman. Aslida lekin u fransuz o'zini ishini bitirgandan keyin, jarayon tugalib bo'lgandan keyin rahmat so'zini doim aytib qo'yar ekan. Buni davr jarayonida ko'rasiz-da. Mana magazinga borsangiz ham rahmat deb nutqini to'xtatadi. Endi rahmatni ikkita nimasi bor, funksiyasi bor. Rahmat demak ijobiy jihatdan shu bir faoliyat uchun, ikkinchidan shu yerda nutq to'xtadi ham bor. Demak bu yerda pozitiv, negativ qarash ham mumkin. Endi pozitiv jihatdan rahmatni qaraydigan bo'lsak-da, ko'p ishlatilishini holati, ya'ni siz menga murojaat qildingiz, siz bilan muloqot qilganim uchun ham rahmat deydigan holati bor. Bu albatta bir alohida ta'kidlanadigan madaniy bir holat desa bo'ladi. Yoki uzr so'rash oldindan hech qanday holat bo'lmaganda e'tiborni qaratish uchun ham bir eshik oldida ikki kishi kelyapti. Bu eshikka ikki inson bir vaqtni o'zida o'tadigan bo'lsa, balkim sig'ib qolar, yoki sig'masa bir-biriga demak durtinishi mumkin. Shuni oldinini olish maqsadida o'z-o'zidan demak bu uzr so'raladi. Mana shu holatlar nihoyatda ko'p uchraydi. Birinchi taassurotlarga bu narsani bilmaslik mumkin. Lekin borib bu madaniyat o'zlashtiriladi. Balkim bu narsa ta'sir qilishi mumkin. Bu nimani ko'rsatadi? Bu o'sha fransuz tilida gapiruvchi millatning muloqotda muloyimlik jarayoni borligini, iltifotlilik ko'rsatishini bildiradigan jarayon desa bo'ladi.
Domla, sizni mazmunli va qiziq suhbat uchun sizga katta minnatdorchilik bildiraman. Rozi bo'lganingiz uchun rahmat, domla. Shu fransuz tilini ommalashtirish yo'lida charchamang. Bundan keyingi ishlaringizga yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Mana shuncha muvaffaqiyatlarni ko'rib juda xursand bo'ldim, domla. Bundan keyingi muvaffaqiyatlaringizda omad tilayman. Rahmat. Doktorlik darajalarini olish nasib qilsin. Xudo xolasa, doktorlik darajasini olganingizda ilmiy kengashlaringizga taklif qilsangiz, bajondir kelish niyatimiz Nasib bor. Xudoga yetsin. Katta rahmat, domla. Rahmat. Mazmunli va qiziq suhbat uchun. Bu suhbatingiz bizni fransuz tilini o'rganayotgan yoshlarimizga juda qiziq bo'ladi. Tashabbus uchun rahmat sizga ham. Charchamang. Rahmat, domla. Barchaga omad. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, Buxoro davlat universiteti xorijiy tillar fakulteti fransuz tili bo'limida ishlaydigan domlalarimizdan biri Xolova Shahnoza opa, fransuz tili o'qituvchisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fransuz tiliga avvalo maktabdan qiziqish boshlangan. 5-sinfda o'qiy boshlaganimizda bizda chet tili fani qo'yilib, fransuz tili o'rgatila boshlangan va shundan yangi til o'rganish biz uchun katta qiziqish uyg'otgan. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga 2001-yilda o'qishga kirib, 2005-yilgacha shu yerda tahsil olganman. Hurmatli obunachilar, 21 yildan beri fransuz tili doirasida ishlayaptilar. Domlamizga tashakkur, minnatdorchilik bildirsak ham bo'ladi. Fransuz tilini noldan o'rganishni boshlayotgan insonlarda avvalo qat'iy maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni shu bir tilni o'rganishga kirishdimi, albatta shuni oxirigacha olib boraman, mukammal darajaga yetkazaman degan qat'iyat maqsad bo'lishi kerak. Keyin qiyinchiliklardan qo'rqmasdan, albatta o'zini ruhan tayyorlagan bo'lishi kerak inson. Va fransuz tilini o'rganishda albatta madaniyatga bog'liqlik bor. Fransuz madaniyati bilan qo'shiqlari, filmlari, umuman san'ati bilan tanishib borish fransuz tiliga bo'lgan qiziqishni, ishtiyoqni yanada oshirib boradi. Buxoro davlat universitetida tahsil olayotgan talabalarni fransuz tilini o'rganishiga sabablari ko'p. Avvalambor birinchi navbatda albatta kelajak faoliyat karyerasi, o'sha o'qituvchilik faoliyati uchun bo'ladigan bo'lsa, ikkinchidan bizni o'sha geografik joylashuvimiz, tariximiz, obidalarimiz, bu zaminga kelayotgan fransuz sayyohlarining oqimi kattaligi talabalarimizdagi o'sha qiziqishni yanada oshiradi. Bundan tashqari hozirgi kunda mana olib borilayotgan islohotlar natijasida fransuz elchixonasi hamkorligida o'qituvchilarimizning aksariyati Fransiyaga borib malaka oshirib kelayotganligi talabalarimizdagi o'sha motivatsiyani yanada ko'payishiga xizmat qilyapti. Talabalarimizda o'sha nativ haqiqiy fransuzlar bilan suhbatlashish imkoniyati har doim bo'ladi. Yilning 4 faslida deyishim mumkin qo'rqmasdan, nativlar bilan gaplashish imkoniyati, masalan, o'zimizga solishtiradigan bo'lsak, biz o'qigan davrda bunaqa imkoniyatlar juda kam uchrardi. Biror fransuz sayyohni ko'rib qolsak, juda xursand bo'lib ketardik. Hozirgi men bu yerda Buxoroda o'qiyotgan talabalarga havasim keladi, to'g'risi. Ular uchun haqiqiy fransuz bilan har kuni muloqot qilish imkoniyati doim topiladi. Rahmat, domla. Keyingi savol, fransuz tilini o'rganish hayotda nimalarni o'zgartiradi va bu til kelajakda o'rganuvchilarga qanday imkoniyatlar eshigini ochadi? Bu savolga javob sifatida o'zimni misol qilishim mumkin. Fransuz tilini o'rgangan inson sifatida meni hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Avvalo fransuz tilini o'rganib, shu til orqali Jahon tillari universitetiga tahsil olishga kirganim grant asosida o'zimga bo'lgan ishonchni oshirgan. O'qish davridagi o'sha ustozlarimni qo'llab-quvvatlashi, kursdoshlarim bilan talabalik davrini o'tkazganlarimiz va undan keyingi faoliyatim davomida ham fransuz tilini bilishim menda doim faxr tuyg'usini ato etgan. Hozirgi kungacha ham shunaqa. O'rganish natijasida juda ham yaxshi natijalarga erishganman deb o'ylayman va bu tilni tanlaganimga hech qachon afsuslanmayman. Fransiya davlatida malaka oshirishim ham yaxshi sabab bilan bo'lgan. Ya'ni 2021-yilda eng yaxshi xorijiy til fan o'qituvchisi nomli tanlov tashkil etilgan edi va o'sha tanlovda har bir viloyatdan g'oliblar aniqlanib, grant asosida elchixona ko'magida barcha xarajatlar qoplangan holda xorijda malaka oshirish imkoniyati yaratilgan edi. Shundan foydalangan holda Buxoro viloyatida tashkil etilgan konkursga qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritgan holda
2 haftalik amaliyot stajirovkaga borib kelganmiz. Demak, bu tilni bilishingiz sizga Fransiya eshigini ochib bergan. Albatta. Noldan boshlashda, albatta til o'rganishda avvalo biror ustozni ko'magi kerak bo'ladi boshlanishiga, chunki baribir savollar ko'p tug'iladi insonda. Misol uchun boshlang'ich grammatik bilimlarni, fonetik bilimlarni bir ustoz yordamida olmasa bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda 3 oy yoki 4 oy biror ustoz ko'magida boshlang'ich bilimlarni olgandan keyin u yoqga mustaqil davom ettirsa bo'ladi. Hozirgi kunda imkoniyatlar juda keng, ijtimoiy tarmoqlar, internet yordamida, turli xil til o'rganish platformalari yordamida albatta davom ettirsa bo'ladi. U insonni o'zini qiziqishiga, o'zini motivatsiyasiga bog'liq. Xatolar endi fan nuqtai nazaridan bo'ladigan bo'lsa, albatta xato hammada bo'ladi. O'rganishga endi kirishgan paytlarimizda albatta xatolar bo'ladi. Birinchi marta fransuz nativ bilan suhbatlashganda xatolar bo'ladi va xatolarni o'z inson sezib turasiz. Lekin o'shani o'z vaqtida tuzatib, to'g'rilab ketgan yaxshi. Xato albatta bo'lgan. Rahmat domla. Qarang domla, mana talabalar birinchi kursga kirganda ularda qanday tushkunlik holati bo'ladi-da, nima uchun kirdim bu yerga, menga bu til nima beradi deganda siz talabalarni qandaydir motivatsiya berib, ularni fransuz tilida aytganda encourage qilish qanaqa usulda bo'lgan? Bunaqa holatlar ham uchrab turadi, afsuski, to'g'ri, lekin talabalarga biz doim bir narsani uqtiramizki, bitta til bilan cheklanib qolmaslik kerak. Hozirgi kunda mana faqat ingliz tilini o'rganish bilan masalan zamonni hayratga solib bo'lmaydi-da. Inson ingliz tili bilan bir qatorda nemis tilini, fransuz tilini, italyan tilini, ispan tilini qo'shib o'rgansa, yoshlarimizni, ayniqsa hozirgi yoshlarimizni kelajagi uchun juda ham foydali bo'ladi deb hisoblayman. Fransuz tilini o'rganish men kabi, men ishonch bilan ayta olamanki, men kabi respublikadagi yuzlab o'qituvchilarda faxr, g'urur, bir baxt tuyg'usini bera olgan, shu tilda erkin gapira olishim, shu tilda nativ fransuzlar bilan bemalol hamma so'zlarga tushungan holda suhbatlasha olishim menga doim faxr tuyg'usini bergan. Yoshlarimiz ham fransuz tilini o'rganishi ularni kelajakda shu frankofon davlatlarga qiladigan bo'lg'usi sayohatlarida, nafaqat frankofon davlatlar, balki Yevropani o'ziga ham borganda ko'pgina insonlar bilan muloqot qilish imkoniyatini bo'lishi va ular bilan hamma so'zlarga tushungan holda erkin muloqot qilish imkoniyati ularni ham albatta xursand qilmay qo'ymaydi. Yoshlarimizga shuni maslahat beraman har doimki, ikkitadan kam bo'lmagan til o'rganish kerak. Bitta til bilan cheklanib qolmaslik kerak. Mayli, fransuz tili bilan yoniga qo'shimcha boshqa tilni ham o'rganing, lekin fransuz tili bilan birga o'rganing. Fransuz tili o'rganish orqali boshqa Yevropa tillarini o'rganish oson kechadi. Misol uchun hozir fransuz tilini o'rganyapsizmi? Kelajakda ingliz yoki nemis tiliga o'tib o'rganib ketishingiz osonlashadi degan ma'lumotlarni beraman. Undan tashqari, fransuz tilidagi bilimlar orqali, u tilda olingan darajalar orqali fransuzabon universitetlarga o'qishga kirish, o'qishlarni mana akademik mobillik orqali ko'chirib o'rganishga imkoniyatlar juda keng. Tout d'abord, on va parler des problèmes de la traduction simultanée des textes sur la médecine en français et en langue maternelle. Et à la fin, on va parler un peu sur les caractéristiques de la traduction des termes et des documents médicaux. On va aujourd'hui aborder quelques mots pour mener notre cours magistral. C'est le vocabulaire médical. Tout d'abord, on va faire connaissance avec le vocabulaire médical et on va parler des certificats médicaux bien sûr et on va parler aussi de l'hygiène personnelle, des dossiers médicaux et des soins de santé bien sûr du monde entier. Il y a aussi, on aura besoin de mener un petit débat sur le sujet bien sûr et je vais vous poser quelques questions sur vos connaissances. Par exemple, j'ai une dizaine de questions. J'ai préparé quelques questions pour vous poser et on va mener un petit débat, d'accord?
Vous pouvez voir ici que le synonyme du mot faire mal peut être causer la douleur. Et le contraire de cette locution peut être indolore. Et vous pouvez voir aussi quelques adjectifs concernant le thème. Voilà, par exemple, être sensible, être douloureux. Un douleur aiguë, un douleur diffuse. Voilà, ce sont les antonymes, bien sûr. Tomber, le verbe tomber peut avoir comme synonyme la locution faire une chute. Se tordre la cheville peut être équivalent à la locution se faire une entorse. Se casser peut être synonyme du mot avoir une fracture. Voilà. Il y a aussi quelques verbes. Les verbes démanger peut être synonyme du mot gratter. Bon, chères étudiantes, voilà, regardez l'écran. Maintenant, on va parler des documents médicaux. Alors, les documents médicaux incluent quelques types de dossiers. Voilà, le dossier médical, le rapport d'hospitalisation, la prescription médicale, bien sûr, le compte rendu d'examen, les certificats médicaux, les résultats de laboratoire et les consentements éclairés. Ici, on montre tout d'abord le nom et le prénom du patient, bien sûr, et ensuite on indique la date de naissance. On met aussi le médecin qui traite ce patient, et ensuite on ordonne les médicaments. On prescrit quelques médicaments ici. Par exemple, vous pouvez voir quelques noms, quelques titres de médicaments. Et il y a aussi des instructions, bien sûr. Chaque médecin doit donner ses instructions contre des symptômes de quelques maladies. Dites-moi, qu'est-ce que c'est la téléconsultation, la télésanté? Est-ce que vous avez entendu parler de ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la télésanté, sur les téléconsultations médicales? Avec le développement, les technologies, les nouvelles technologies, dans notre vie, presque beaucoup. Tous les domaines ont déjà développé, oui? Oui, ont déjà développé. Y compris? La médecine aussi. Le développement des technologies qui se divise tous les domaines en deux parties. Première, c'est la traditionnelle et un deuxième, c'est en ligne. Cette augmentation, on se voit dans le domaine de la médecine aussi. En Ouzbékistan, il y a presque beaucoup de applications qui sont visées à traiter les patients, à soigner les patients via les réseaux sociaux. Oui. Par exemple, Davo Plus, en Ouzbékistan, il y a un programme médical qui s'appelle Davo Plus. À l'aide de cette application, les patients peuvent conseiller chez eux en restant à la maison. Ça leur aide à économiser du temps, bien sûr. Économiser du temps, de l'argent aussi. Et je pense que cette modification nous permet servir de consultation plus expérimentée, oui. Des médecins plus expérimentés. Bon, chers étudiants, chères étudiantes ici, j'ai encore une seconde question. Lequel préférez-vous? La téléconsultation médicale traditionnelle ou bien la télésanté en ligne? On sait bien qu'à l'heure actuelle, la téléconsultation se développe de jour en jour. Ce terme qui existe, qui possède beaucoup de possibilités. Donc, les patients peuvent consulter leur médecin via les réseaux sociaux. Cela leur permet d'économiser du temps, de l'argent et cela plus avantageux sur le côté
Écologique aussi, oui. Très bien. Mais je préfère bien sûr la médecine traditionnelle, c'est-à-dire on peut consulter les médecins vis-à-vis. Cela nous permet de trouver plus possible des maladies. Diagnostiquer exactement, oui. On peut diagnostiquer bien et on peut préciser les symptômes de la maladie plus clairement. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je préfère la médecine traditionnelle. Quand mes parents sont médecins, ils me disent toujours, lorsque je suis malade, ils m'amènent à l'hôpital. Physiquement, oui. Très bien. Hurmatli obunachilar va tomoshabinlar, mana Buxoro davlat universitetidagi fransuz tili o'qituvchilari juda ham ajoyib domlalar, hammalarini yuzlaridan nur yog'ilib turibdi. Hozir domlalarimiz bilan bevosita kichkina suhbat qilamiz. Men G'anif Fazliddin Zoirovich, Buxoro davlat universitetida fransuz tilidan dars beraman. Fransuz tili o'qituvchisi bo'lib, mazkur soha bilan 2003-yildan beri ishlayman. Fransuz tili o'qituvchisi bo'lib 23 yildan beri. Rahmat domla. Hurmatli domlalar, davom etamiz. Demak, bu yerdagi asosiy savolimiz fransuz tilini o'rganish qanday imkoniyatlar eshigini ochadi? Marhamat domla. Avvalambor o'zimni tanishtiraman. Islomov Dilshod Shomurodovich. Mana shu Buxoro davlat universiteti fransuz filologiyasi kafedrasi dotsentiman. Endi fransuz tili haqida gapiradigan bo'lsak, gap albatta juda qadimgi oldingi davrlarga borib taqaladi. Biz bilamizki, mana tarixda 14-asrda Amir Temur bobomiz buyuk sarkarda O'rta Osiyo Turon shohi deb aytadigan bo'lsak, demak Fransiya qiroli Sharl VI bilan demak o'sha davrda 14-asrda o'zlarini buyuk o'sha savdo sotiq hamkorliklarni olib borgan. Shuning uchun hozirgi kunda men shu narsani tushunamanki, biz aynan o'sha aloqalarni har tomonlama siyosatda, savdo sotiqda, turizmda va ta'limda ham mana shu hamkorlikni davom ettiryapmiz deb o'ylayman. Shuning uchun fransuz tilini o'rganish albatta bu O'rta Osiyo xalqlariga juda xos bir til desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu tilni o'rganish bu juda ko'plab narsalarni o'rganish deb hisoblayman. Ya'ni Yevropaga chiqishda, Yevropa ittifoqi davlatlari bilan hamkorlik qilishda, ta'lim sohasida ayniqsa, demak bu tilning ahamiyati juda katta. Shuning uchun mana necha yillardan beri mana shu Buxoro davlat universitetida talabalarga dars berib, mana shu fransuz tilini rivojlantirish, uning kelajagi uchun albatta o'zimizni qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shib kelyapmiz. Rahmat domla mazmunli va qiziq suhbat uchun. Ismim Rajabov Ruslan Murodovich, fransuz filologiyasi kafedrasida ancha yillardan buyon faoliyat olib boraman. O'qituvchi sifatida 15 yildan beri faoliyat olib boraman. Bu faoliyatim davomida juda ko'plab talabalarga, ayniqsa o'sha Buxoro yoshlariga, Xorazm, Samarqand ko'plab joylardan keladigan talabalarga ilm berib kelamiz va shu bilan birgalikda o'sha turizm sohasida ham faoliyat olib boramiz. Bu tilni bilish avvalo bugungi kunda nimani beradi, qanday qulayliklar mavjud? Avvalo bu til o'sha dunyoda 350 milliondan ortiq aholi gaplashadi fransuz tilida. Bu o'sha eng nima deydi, UNESCO yoki barcha o'sha katta tashkilotlarning rasmiy tili sifatida faol hisoblanadi. Bu tilni bilish demak eng o'sha kino olamida eng ilg'or kinolarni, eng yaxshi kinolarni tushunish, moda olamida, demak gastronomiya sohasida eng nimalarni bilish imkoniyatini beradi. Tavsiya qilaman fransuz tilini o'rganish. Tout d'abord, bonjour. Donc, je m'appelle Ruslan et je m'appelle Ruslan Rajabov. Je suis professeur ici à l'Université d'État de Bukhara. Donc, je travaille depuis
plus d'une dizaine d'années ici et on donne des cours pour les étudiants, des plusieurs étudiants qui viennent de Khorezm, de Samarcande, de Tachkent et un peu partout. Donc, qu'est-ce que nous donne de savoir le français? Donc, tout d'abord, le français, c'est la langue, une des belles langues du monde et une des langues officielles des grandes organisations, par exemple l'UNESCO ou de l'OTAN, par exemple, différents. Et de savoir cette langue, ça donne la permission de connaître les bons films, la gastronomie du monde et puis la mode, bien sûr. Donc, je vous conseille d'apprendre le français. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour cette belle interview. Je vous souhaite de bonne santé et bonne chance dans votre vie prochaine. Merci Un beaucoup. grand merci. Merci. Hurmatli obunachilar, video kontentimizni davom etamiz. Keyingi domlamiz To'yboy va Shahnoza domla. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu til bizga ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. O'zim borasida tajribamdan keladigan bo'lsam, 2003-yilda Jahon tillari universitetini roman german filologiyasini tugatganimdan buyon shu sohada faoliyat olib boraman. Avvalo maktabda, undan keyin akademik litseyda, ana undan keyin oliy ta'limda faoliyatimizni davom ettirib kelmoqdamiz. Bu tilni o'rganishdan hech qachon afsuslanmaganman va yana qayta hayot berilganida edi, albatta yana shu sohani tanlagan bo'lar edim. Hech qachon afsuslanmaganman o'qituvchilik qilayotganligimda. Domla, bu tilni o'rgansa qaysi davlatlarga sayohat qilish mumkin? Borib ishlash mumkin? Albatta frankofoniya davlatlariga, Kanada. Men o'zim tajribamdan yaqinda yozda Fransiyada malaka oshirib keldim. Bu tilni naqadar imkoniyatlari keng ekanligini o'zim uchun yana qayta kashf etdim. Assalomu alaykum. Ismim Dilfuza, familiyam Narzulayeva. Shu dargohda 2022-yildan buyon dars berib kelyapman. 2011-yil Buxoro davlat universiteti fransuz filologiyasi ta'lim yo'nalishini tugatganman. Va salkam 15 yildan buyon shu yo'nalish bo'yicha dars berib kelyapman. Fransuz tili men uchun birinchi navbatda boshqa bir madaniyatni tanishimga ham yordam berdi, katta yordam berdi. Bu tilni tanlaganimdan afsuslanmayman. Chunki 2016-yildan buyon gidlik faoliyati bilan ham shug'ullanaman. Gid ekskursovod sifatida faqat Buxoro shahri bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Ko'pgina faoliyatim davomida ko'pgina chet ellik mehmonlar bilan so'zlashib, ularning madaniyati bilan fikr almashib, o'zimizning madaniyatimizni ham ularga sal bo'lsa ham ozgina tushuncha berganmiz. Shu paytgacha ishlab kelmoqdamiz. Yana 2023-yilda kafedramiz a'zolari bilan Fransiyaning Grenoble shahrida malaka oshirib qaytganmiz va ko'pgina Fransiya shaharlarida bo'lganmiz. Parij, yana Lyon shahrida, Grenoble'da va Shveysariyaning Jeneva shahrida bo'ldik. Juda ko'p qulayliklari bor. Tilni bilgan aytadi-ku, xor bo'lmas deb. Til bilganga 1000 tanga deydi-ku shu gap. To'ppa-to'g'ri. Bu gap isboti. Hurmatli obunachilar, mana Buxoro davlat universiteti fransuz tili kafedrasi o'qituvchilari bilan eksklyuziv suhbatimiz shundan iborat. Domlalar, fransuz tilini ommalashtirishda, ushbu tilni keng rivojlantirishga charchamang. Hammalaringizga katta rahmat. Rozi bo'lganlar uchun kelajakdagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Hurmatli obunachilar, mana fransuz tilini o'rganishning isboti mana. Kimdir bu yerda tarjimon bo'lib ishlayapti, kimdir chet davlatlarda, umuman frankofon davlatlarga sayohat qilib kelyapti. Ushbu tilni o'rganing va madaniyatingizni yanada kengaytiring. Rahmat domlalar, e'tiborlaringiz uchun. Rahmat.